Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Hazramotdan bir olov chiqadi. Boshqa hadislarda Adandan deyilgan ekan. Adan degan joydan. Qiyomatdan avval odamlar hammasi biriga to'planadi. Kimlar? Odamlarning yomonlari. Mana shu o't chiqib, insonlarni hammasini Shomga qarab surib boradi. Xuddi suv odamlarni surib ketgandek, olov odamlarni haydab ketadi. Sahobalar, "Ya Rasululloh, agar o'sha o't chiqqan paytda biz bo'lsa nima qilamiz?" deydi. Alloh saqlasin. U davrda iymonli odam qolmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Shomga boringlar" deydi. Odamlar o't chiqqanda Shomga yig'iladi. Imom Buxoriy sahihlarida keltiriladi. Odamlar 3 yo'lga yig'iladilar. Qo'rqqan holatda, umid qilgan holatda, ya'ni o'zi ixtiyori bilan o'tdan qochib ham yuradi, yo majbur o't quviganlar ham yuradi. 2 kishi bir otda ketadi. Biri minadi, biri piyoda ketadi, almashadi. 3 kishi bir otda ketadi. Bittasi minadi, ikkitasi piyoda ketadi. Mino degan narsa yo'qligidan 4tasi bitta otda ketadi, 10tasi bitta otda ketadi. Chunki mino degan narsa borki, minib, almashib o'tdan qochib ketadi. Olov Shomga qarab haydab boradi. Shunday bir ajib holat bo'ladiki, bu o'tning xususiyati shu bo'ladi. Imom Buxoriyda keltirilgan bu hadis. Rasululloh aytadilar, ular, ya'ni o'tdan qochayotganlar to'xtagan joyda o't ham to'xtaydi. Yurib charchashdimi, dam olgisi keldimi, o'tirib dam olsa o't ham to'xtab turadi. Yursa orqasidan surib yuradi. Charchadimi, o'tirdimi, o't to'xtaydi. Buxoriydan bu hadis. Endi kechqurun to'xtab, tunash kerak bo'lsa o't to'xtaydi, o'chib turadi. Yoki pasayib turadi. Yotib uxlab, ertaman turib harakat qilganda o't uyg'onadi, yana haydaydi bo'lardi. Odamlarni hammasini Shomga yig'ib keladi. Demak, qiyomat qoyim bo'lishidan burun odamlar bir joyga to'planadi. Odamlarning yomoni bir joyga to'planadi. Imom Buxoriy va Muslimda keltiriladi.